agar bolajoningizni emizishdan chiqarmasdan bu ikkinchi homiladorlikni davom ettiraman, bu ham o'sib ketaveradi deb o'ylasangiz adashasiz. Qarang, bolajoningizning ahvoli qanaqa holatda bo'ladi. Mana onani qornidagi 6-7 haftaga mos keladigan kichkintoyimiz mana shunaqa holatda. Ya'ni juda katta joyida ko'chishlari bor, faqat bir qismigina matkada oziqlanib ilinib turibdi. Yashash uchun kurashyapti. Bu kichkinamiz. Lekin qo'lidagi bolajonisi esa ichi ketgan, injiq, mana shunaqa holatda. Ona tug'ilgan bolani ko'tarib, unga mehr berib, unga oziqa bersinmi yoki bo'lmasam qornidagi ikkinchi vujudida o'sayotgan bolaga o'zidagi o'sha mineral moddalar deymiz, oziqlantiruvchi bularni bilan boqsinmi? O'sha uchun har doim homiladorlikni rejalashtirib, planlashtirib harakat qiling aziz ayollar. Nafaqat o'zingizni, balki ikkita tomondagi go'dakni ham sog'lig'ini o'ylashingiz kerak.